Assalomu alaykum azizlar. Nasib etsa Fazilaxonning ikkinchi xonamizni tugatdik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Metal Mart kompaniyasi Qarshi filiali tomonidan barcha turdagi nержавейка mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, perela, kazirok uyingizga panjaralar xohlagan turdagi nержавейкаdan o'rnatib beriladi. Bizning qulayliklar 10 yil kafolat va 1 yil servis xizmati bor. Usta akalarimiz diqqatiga barcha turdagi nержавейка mahsulotlar, truba, profillarni xohlagan miqdorda xarid qilsangiz bo'ladi. Qolaversa, darvozachi akalarimiz uchun qora va gold rangda listlarimiz ham bor. Xohlagan razmerda o'sha miqdorda yetkazib beriladi. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi, pastdagi raqamga aloqa chiqaveradi. Nasib etsa baho berasizlar, marmar fason. Endi patologga moslab patsivitroq qilib oldik. Nejligina umuman ko'z charchatmaydi 200%. Sababi bilinadi. Uzorli mana gullar ko'p qilmayapti, qilishyapti kam, lekin borida. Lekin nejligina bu xonamiz aboy, narxi ham chiroyli. Hozir kardorimizni ko'rasizlar. Buni yopishtirib alohida video qilamiz. Nasib bo'lsa, kuzatib boringlar. Bu xonamiz 5,5 ga 330 lik xonamiz. 6 ta rolon ishlatdik. Osh 170 kvadratga yaqin joyimiz. Mana burchalarni chotki qilib terib berganmiz. Stiklar ham juda ham yaxshi keladi. Super mo'shi Xitoy aboy. 280 mingdan sotilgan aboylar 250 atrofida olsa bo'ladi bu aboylarimizni. Bemalol 6 ta bu xona, 7 ta mehmonxonamizga, 3 ta kantorimizga ishlatganmiz. Biz buni ham boshlayamiz. Sizlar birdan sirasi. Bunga ham juda ham chiroyli bir aboy kelgan nejligina. Samgilarni shu o'tiradigan xona, bu spalni narki mehmonxona. Mehmonxonalar gulli ishlatsa bo'ladi, sabab ko'p o'sha o'tirilmaydi. Bayram tadbirlar kirilmasa. Bu eng asosiy spalni, keyin o'sha o'tiradigan zimni xonachalar bo'lsa, mana bunday nejligina marmar fason yoki bo'lmasa atachinta fason ishlatsa bo'laveradi. Bu xonamiz, ikkita xonamizga ham o'sha ataplini parovoylari o'tgan. Biz mana bunisi yechib olib, orqa tomonlarni ham kakpolojni chotki qilib berdik. Chiroyli qilib mana ataplini o'tib kraska bo'lgan ikkisida. Buni ham orqalarini chiroyli qilib aboylarni yopishtirib berdik, xudo xolasa. Bitti bu xonamiz ham. Juda ham sifat yaxshi aboylarimiz yuvarta olursa bo'ladi. Kak o'sha atachintani ham o'sha fasoniga o'xshab ketadi, ham marmar fason deydi buni. 2025-yil juda ham ko'p ishlatilyapti bu aboylarimiz. Juda ko'p xonadonlar atachinta o'sha marmar fasonlar qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, MDmi, aboymi, natijdoymi, foto aboymi murojaat qilaverasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmatimiz. Murojaat qilaverasizlar azizlar. Juda ham nejli chiqqan. Burchakchalarni chotki qilib o'zini gulini o'tkazib o'rganmiz. Aboyda baho berasizlar. Hammaga nasib qilsa shunday xonadonlar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'ramiz. Qashqadaryo viloyat Kasb tuman Bug'lon shaharchada bo'ldi ushbu zakazimiz. Mana asvesheniyaga qarab tovlanaveradi. Hali patsivitkalar qo'yilmagan bu. Galagillar qo'yilgandan keyin nasib bo'lsa chiroyli bo'ladi. Yana bitta obzor qilamiz. Pollar kraska bo'ladi, desir bo'lgan. Hamma topganga Alloh baraka bersin, hammaga nasib qilsin. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz, fikrlarni kutamiz. Instagramga video chiqaramiz. Har kunlik kuzatib boringlar, sveji ko'rib boraverasizlar. Ishga turka bo'lgan bo'lsa 50 mingdan, suvoq bo'lsa rotmi ishlatsak 60 mingdan qilib beramiz. Agar rotmini o'zini mayakka qilsak 35 mingdan 1 metr kvadrat alohida o'sha mayakka ya'ni ishlanadi. Keyin ustki qismi kelishtirib 45 mingdan qilib beriladi. Bitta obyekt o'zimiz olsak, rotmini bilan aboyni qilib bersak. Ya'ni usta haqqiga 75 mingga tushadi uy egasi. Qashqadaryo bo'ylab bu xizmatimiz aziz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, kuzatib boringlar.